Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'ga hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durut salamlarımızı yollagandikin, qadirli qeyrindaşları Tarixqa Nazar programımızın 7. sanını anlaşanlarını kızgın karşı alımız. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan'ın milli azatlığı rehberlerinden merhum Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlıq kitabını diqqətinizə sunuyoruz. Biz ötken qıtımqı sanımızda qadimki Türklerde devlet teşkilatı ve hukuk degan babqa kelip to'xtagan edik. İnşallah bugünkü sanımızda şu kelgan yerimizden başlap huzurunlarga sunumuz. Mikrofon aldıda qeyrindaşanlar Abdullah Yalqun. Qadimki Türklerde devlet teşkilatı ve hukuk. Qadimki Türkler devletni il, hakimiyet kudretini qut deb ataydı. Umumen Türkler devlet veya ki hükümet kuruşunun maqsadi xalqning tinch aman ve adalet içinde bayaşat yaşashini ta'min qilishdan iborat ekanligini bilgan edi. Bu maqsadda uygun bir qonun bilan boshqariladigan, hakimiyetga itoat qiladigan mustaqil toplumni Türkler il, yani devlet deb tonigan. Bu ilning beshidagi kishi xon edi. Umumiy qonunni sharq va shimoldagi Türkler o'z shivilariga qarab töre veya ki tura deb ataydi. Uyg'urlar bo'lsa tuzut, tuzuk ve yasak deb atagan. Biz Sharq Turkistonda hozirmi tuzut atalg'usini qo'llanamiz. Demek Türk xalqlari o'z ilini tuzut bo'yicha boshqarishga majbur edi. Tuzut millatning rasmiyat va urf-odatlarida qabul qilingan turmushdagi qoida usullardan iborat edi. Bular asosan 3 yo'l bilan maydonga keladi. Birinchi urf-odat yoki diniy e'tiqod shaklida asta-asta asos solgan qoidalar. Ikkinchi xonning millat tarafidan qabul qilingan yorliq farmonlari. Uchinchi xalq cho'ng yig'ini, yani qurultayda ma'qullangan qarorlar. Xalqning cho'ng yig'inlari bugungi parlamentlarga o'xshab ketadigan intayin muhim bir tashkil bo'lganlikdan buni biroz tafsiliyroq bayon qilamiz. Qadimki Türklarda davlatning boshqarish ishlarida xalqning muhim roli bor edi. Masalan, xon, xoqon, qog'on belgilash, hukumat tashkilotida islohot elib berish, urush e'lon qilish yoki sulhiy kelishimlarni tuzishga o'xshash muhim masalalarda bir umumiy cho'ng yig'in ochiladi. Har qanday bir urush quroli ko'taralgudek quvvati bo'lgan har qanday kishining bu yig'inga qatnashish haqqi bo'ladi. Bundaq umumiy yig'inlar qurultay yoki savrun, yani sorun deb ataladi. Muhim ishlar buningga o'xshash sorunda hal qilinadi. Xonning qo'l ostida davlat ishlarini qiladigan bek ve bularning qarmig'ida shadopit, yani il o'gisi, tarxon, tarqon ve buyruq degan amaldorlar bor edi. Qadimki O'rta Osiyo Türk topluluqlari g'oyat to'g'ri ve insoniyat turmushiga uyg'un qonunga asoslangan jamiyatlardan iborat edi. Misol uchun bulardan asosliq ba'zilarini bayon qilamiz. Qadimki Türklarda turmush qurish oila usuli bilan bo'lgan nikohga bog'liq edi. Nikoh rasmiy murosimlar bilan, yani to'y bilan ijro qilinadi. Nikoh uchun kelinning ota-onasining roziligi shart edi. Kuyovul taraf qandoqli bo'lmasin, kelin tarafga bir miqdor mol berishi lozim bo'lib, bu qoliq deb ataladi. Qoliq uchun beshi ot, oyig'i qo'yga qadar mol berish odat bo'lgan. Eri o'lsa miros xotiniga qoladi. Bolalarga onasi egidorchilik qiladi. Köktürk xaqani iltirish qolgan o'lgandan keyin bolalarga onasi Bilge xotunning vasi bo'lganligi Orxun abidalaridagi kitoba, yani mangu toshdagi yozma yodikorliklarda yozilgan. Tul qolgan akisining xotinini inisi veya ki hayotda bor bo'lgan cho'ng akisi nikohiga elish Türklarning qadimdan tortib rioya qilib kelgan ve ba'zi Türk qavmlari zamonimizda rioya qilib kelayotgan odatlardan biridir. Xususiy igidorchilik tuzumi Türklerde en qadimki zamondan tortib bor edi. Har kimning o'z igidorchiligida terilg'u yerlari bor edi. Bu xususiy igidorchilikqa hurmat qilishni har kishi insonlik vazifa deb biladi.
hayvonlarga tamg'i besish mulkiyat, ya'ni egilik alomati hisoblanadi. Aymoqlar yoki shaxslar orasida yer, yayloq va boshqa mol-mulklar haqida ijro qilinadigan kelishim yoziladi. Bu kelishim ant, ya'ni qasam berish bilan kuchga ega bo'ladi. Bularning xalq ichidagilari pichg'os, xonlar va hukmdorlar o'ttirisida tuzilgan bitimnomalar pichig' deb ataladi. Qadimki turk davlatlari intayin kuchlik bir asosga qurilganlikdan yurtda tinchlik, amonlik va tartib intizom o'rnatilgan edi. Bundaq tartib intizomning mavjud bo'lishi ma'qul va adolatli jazo qonunlarining bo'lishiga bog'liq edi. Bu yerdagi ma'qul degan gap asli ma'qul, ya'ni aqlga uyg'un va adolatli jazo qonunlarining bo'lishiga bog'liq edi demoqchi. Umuman such, ya'ni jinoyat ig'ir va yenik deb ikkiga ayrilgan. Ig'ir jinoyatning jazosi o'lim bo'lib, buningga yurt va elga xiyonat qilganlar, zina qilganlar, qotillar, jangda qo'rqib qochganlar, elchilik vazifasida xatolik o'tkazganlar, hukumat beshiga chiqib olgan qobiliyatsizlar, o'z hukumatiga qarshi chiqqanlar va bog'liqlik otni o'g'irlaganlar kiradi. Yenik jinoyatlarga muvofiq jazo hukmlari bor edi. Bularga qaraganda qadimki turk davlatlarining intizomni qo'g'dash uchun alohida ahamiyat berganligi ko'rinib turdi. Xo'sh, endi qadimki turklarda din. Qadimki turklarning tarixda bilingan dini shaman, ya'ni qom dini ekanligi ma'lum. Qadimdan tortib turklarning qon qarindosh qavmlari qo'shni bo'lgan boshqa millatlarmo shaman diniga e'tiqod qilgan. Shaman degan so'z aslida qomning boshqalar tarafidan buzib aytilishidir. Bu dinning ruhoniylari, ya'ni katavashlari yoki shayxlari to'yin va qom deb ikkiga ayrilgan. To'yinlar xalqqa dinning hukmlarini anglatish, qurbonlik qilish qatorliq diniy marosimlarga rahbarlik qiladi. Kasallarni davolab, ibodatxonalarda turib, zohidlik qilib, ibodat ishlari bilan shug'ullanadi. Bular xalqqa aralashmay, ilm va amal bilan bo'ladigan haqiqiy diniy peshvolar edi. To'yinlarning cho'nglari tangrigan, ya'ni Xudoning olimlari deb atalgan. Bu munosabat bilan bu dinni ba'zilar to'yin dini deb ataydi. Qamlar turklarning diniy zotlari bo'lib, xalqqa aralashib yurib, sehr, jadu qilish, damsilish, tumor yezib berish, bola tug'dirish va pira o'ynatishdek ishlarni qiladi. Shuning uchun bu dinni qam dini deguvchilarmi bor. Keyincha bu dinda ilmlik aziyib, xurofiylik ko'payishga boshladi. Shuning bilan qamlarning ta'siri kuchlanib, to'yinlar azaydi va tarixda bular qam dini degan ism bilan ataldi. Bu dinning mohiyati tarixda tuvandagidek ta'riflangan. Yer va ko'kni yo'qdan bar qilgan bir tangri bor. Bu tangrining ismi Qaraxon tangri. Qaraxon tangri 8-qat osmonda o'ltiradi. Dunyoni boshqarish ishini qilmaydi. Yo'riqliq ato qilish, rizq berish, barakat berish, bar qilish, ya'ni yaratish, tug'dirish, o'stirish, undirish qatorliq yaxshi ishlarni idora qiladigan ikkinchi darajalik yana bir tangri bo'lib, uning ismi Ulkan. U 1-qat osmonda o'ltirib, yuqorqi ishlarga muakkal bo'lgan boshqa kichik tangrilarni nazorat qiladi. Qarong'ulik, o'lim, ofat, ocharchilik, qurg'oqchilik, bo'ron, o't, sel va kasallik qatorliq har xil yomonliklarni boshqaradigan tangrining ismi Yerlikxon. Bu 7-qat yerning tagida qarong'ulikda o'ltirib, butun yomonliklarni boshqaradi. Yer yuzidagi hamma yomonlik arvohlarimi buningga qaraydi. Yer va suv tangrisi va tug'ut tangrisi Qoqin va yoki Umay Qotun qatorliqlar qadimki turklarning eng mo'tavar bilib cho'qinadigan kichik tangrilari edi. Yilning belgilik chog'larida bu tangrilarga atab ayrim-ayrim yerlarda qurbonlik qilib, ibodat qilish marosimlari bor edi. Qurbonlikning eng a'losi qari qoshqa ot qurbonlik qilish bo'lib, erta yozning boshlanish kunida egiz bir yerga elib chiqib bo'g'izlab qurbonlik qilinadi. Shaman dinining boshqa aqida va ibodat shakllari, marosimlari, to'yin, qamlarning vazifalari, darajalari va xalq bilan tangri orasida o'ynaydigan roli haqida yozilgan maxsus asarlar bor. Shaman dinining kelib chiqishi haqida mundaq ikki xil ko'z qarash bor. Birinchi, islom olimlaridan qadimki turk dillarini tadqiq qiluvchilar shaman dinini asli samoviy bir din bo'lib, turk payg'ambarlari orqali tarqalgan tavhid, ya'ni bir tangriga ishonish dinidir.
keyinchi bu dinning asosiga har xil xurofiylik aralashib bir xil butparastlik yoki tabiatparastlik diniga aylanib ketib shaman diniga o'zgargan deb qaraydi. İkinci Yevropalik tarix olimlari qadimki insonlar jamiyatining hammasida dinlar insonlikning badan, fikr, yer va havo sharoiti va turmush hayot shakllarining to'liqlanish bosqichlariga ergashib taraqqiy qilgan ishonchlaridan kelib chiqqan deb qaraydi. Masalan, ibtidoiy insonlar jamiyatida totemizm, ya'ni yaxshi ko'rgan yoki qo'rqqan bir hayvon, bir daraxt, bir cho'q tosh va yoki bir toqqa o'xshash narsalarni Tangri deb bilib uningga cho'qinish, ya'ni ibodat qilish kelib chiqqan. İkinci bosqichda animizm, ruhga cho'qinish, ya'ni o'lgan dadasi yoki bir katta kishining ruhiga ibodat qilish kelib chiqdi. Uchinchi bosqichda naturizm, tabiatga, ya'ni tuproq, suv, o't, temir va shuningga o'xshagan narsalarga ibodat qilish o'ttirga chiqdi. To'rtinchi bosqichda ko'k naturizmi, ya'ni osmonga, kunga, oyga va yulduzlarga cho'qinish kelib chiqqan. Undan keyin aqllari taraqqiy qilgan sari Xudoga, ya'ni Allohga ishonish paydo bo'ldi. Bu ko'z qarash bugun ilmiy ko'z qarash deb qabul qilingan bo'lsa-mu, birinchi ko'z qarashni tamoman inkor qiladigan kuchga ega emas. Shaman dinini tadqiq qilib ko'rganimizda bu dinda samoviylikning izlarini bayqaymiz. Shuningdek, qadimki turklarning e'tiqod va ibodatlarida tutizm, animizm, naturizm va ko'k naturizmning izlari xeli ko'p uchraydi. Shuning uchun shaman dinining kelib chiqishi haqida qat'iy bir hukm chiqarish meningcha to'g'ri bo'lmasa kerak. Türk payg'ambarlari deb tanilgan 25 kishining ismlarini o'ydirma deb ko'rsatish mumkin bo'lmagandek, Divani lug'ati turkda ismi va bir qadar ahvoli tunishtirilgan Qulboq degan zotni payg'ambar deguvchilarmi bor. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib vaqt e'tibori bilan Tariqi nazar programmamizning 7-soni bugun mush yerda oyoqlashidi. Inshaalloh Rabbim umr bersa kelar qatim yana kelgan yerimizdan boshlab navbatimiz kitobning 2-bobiga Sharq Turkistonning xususiy tarixiy nomli bobga keldik. Inshaalloh oldimizdagi sonda bu yerdan boshlab huzuringizga sunamiz. İcabatlik dualaringlarda bizler uchun ham duo qilishni unutmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.